Firavun uchun mazali ovqat va ichimliklar tayyorlang. Yarim kechasiga. Shunday. Firavun bir necha daqiqada och qolib, ovqat so'raydi. Avvallari hech ham bunday qilmaganlar. Yuzarsif janobi oliylarining ishonchlari komil. Ko'p gapirma. Agar Yuzarsif janobi oliylari shunday desa, demak Firavun och qolarkan. Xuddi shunday. Tezroq harakat qiling. Vaqtimiz ko'p emas. Qornim juda och chiqib ketdi. Hech ham bunaqa bevaqt och qolmasdim. Uxlashdan avval ovqatlangandik-ku. Biror kasallik yo'qdimikin yo? Sinuxeni chaqiraymi? Kerak emas, shunchaki qornim ochiqqanini his qilyapman xolos. Misrning dono Firavuni va Nefertiti xonimga salomlar bo'lsin. Misr azizi bu yerda nima qilyapti? Qachon kelishga ulgurdingiz? Firavun hazratlarining qorni ochmi? O'lguday ochiqdim. Buni qanday bildingiz? Qornim juda och Bu kecha ketdi. Misrda 7 yillik ocharchilikning boshlanishi, uning yaqqol belgisi esa Firavunning kutilmagan ochqashidir. Ya marhaba.